Shashlik yeganmisiz? Shashlik? Qanaqaligini bilasiz? Shashlikni? Umuman yemaganmisiz shashlik? Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Nima bilasiz? Shashlik yeganmisiz? Mana shuncha 200 ta 300 ta farzandi qatori o'zlarini farzandidan ziyoda qilib har juma olib chiqishib shularni ikkitadan uchtadan yegancha bolalarni yoshiga qarab olib berishyapti. Allohim hamisha martabalarini bundan ham ziyoda qilsin. Assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Mana Ramazon hayitini yakunlab olib, endi bolajonlarni mana kunduzgi ziyofatlarga taklif qilishni boshladik. Odatimizga ko'ra Marg'ilon shahridagi eng zo'r kabob, ya'ni arab shashlik, ya'ni arab kaboblariga bolajonlarni taklif qilganmiz. Bu bizning odatimiz, bilasizlar. Uni ortiqcha ta'riflarga hojat yo'q. Shu sababdan bolajonlarimizdan hozir kirib, mazza qilib, shu yerda mehmon bo'lib chiqamiz. Alloh taolo shu ishlarni ustida turganlarga o'zi madadkor bo'lsin, ishlarini rivojini bersin. Bolajonlarimiz juda ham ko'p, tepaga ham chiqib olishdi bir qismlari. Ya'ni hozir kirib, maza qilib, ziyofatlashib chiqamiz. Salomat bo'linglar, bunaqa ishlarimiz bardavom bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat. En chiroyli qizlardan biri. Mana chachiysizmi? Chachi? Ha? Chachiymizmi? Kim tez yeyish o'ynaymiz? Hadi. Mana. Nima dedingiz? Boshqatdan ayting. Amakisi buni. Yetimni taqdirini kim o'ylaydi? Faqat qalbida muhabbati bor odam, payg'ambarni tanigan odam. Endi yetimlik Rasulullohning boshidan o'tganda. Qarang, yetimni qalbi yumshoq bo'ladi. Chunki otani, onani mehriga to'ymaydi-da. Yetimni qalbini hech narsa xursand qila olmaydi. Hamma narsani mahliyo qiling, baribir qalbi to'lmaydi. Shuning uchun qalbi ularning nozik bo'ladi. Bu jamiyatdagi eng nozik qalb egalari bu yetimlar. Yetim yig'lasa, butun osmon farishtasi yer yuziga tushadi. Payg'ambar alayhisalom yetimga kafil bo'lgan men bilan birga bo'ladi debdilar.
Demak, yetimparvarlik, yetimga yaxshilik qilish, yetimni boshini silash bu payg'ambarga qo'shni bo'lish. Musa payg'ambarga qo'shni bo'lganning fazilati nima bo'ldi? Tarozida halol bo'lgan bo'ldi. Muhammad alayhissalomga jannatda qo'shni bo'lishning eng go'zal fazilati yetimparvarlik. Alloh Muhammad alayhissalomni nimaga otalik, onalik qilib yashaytirmadi? Ota yuzini ko'rmaganlar. Onalarning bo'ylarida 2 oylik bo'lganda otalari o'tib ketgan. 6 yoshga to'lganda onalari ham o'tib ketdi. Alloh nimaga baxtli bolalik bilan, otasi bilan, onasi bilan bolaligini o'tkazmadi? Chunki buyuk kelajak uchun tayyorlashadi. Buyuk kelajakka ulkan ishni bajarish uchun unga bir yumshoq qalb kerak bo'lgan. Bolaligidan mehnat qildirdi Alloh. Qo'y boqdilar, tijorat qildilar. O'sha yetimlik, mehnatkashlik Rasulullohning buyuk ishlar uchun tayyorlash bo'lgan edi. Aslida bu yetimlik Allohning bir imtihoni. Ko'p ulug'larimiz tarixda yetim bo'lishgan. Imom Shofiy, Imom Ahmad, Sufyon as-Savri, Imom Avzoiy bularning ko'pchiligi yetim bo'lgan. Ayol bosh bilan onalari ularni yetimlik holida olim, dunyoni olimiga aylantirgan. Shuning uchun bu hayot bo'stonidagi bizni qiladigan eng ulug' amallarimizdan shu dunyodagi qolaversa Allohning huzurida Rasulullohga bizni yondosh qiladigan eng ulug' fazilat bu yetimparvarlik. Rahmat bolam. Ey Parvardigorim egam. Mana shunchalik qilib el xalq oldida shu bolamni hamisha osillar oldirmasinlar. Mana shuncha 200 ta 300 ta farzandi qatori o'zlarini farzandidan ziyoda qilib har juma olib chiqib shularni 2 tadan 3 tadan yegancha bolalarni yoshiga qarab olib berishyapti. Allohim hamisha martabalarni bundan ham ziyoda qilsin. Farzandlarimiz qolib o'zimiz ham ota-onalarni ham ko'nglimiz o'ksimasin deb eshikda qo'ymay olib kirib mehmon qilishadi. Har doim kelsak shunday bo'lib xursandchilik bilan ketamiz. Farzandlarimizga shunchalik qilib ehson qilganlar tan joni sog' bo'lsin. Allohim birni bergan bo'lsa, o'rnini ming qilib to'ldirib qo'ysin. Ey pok Parvardigorim egam, shu bolalarimni martabasini bundan ham ziyoda qilgin. Ehson qilganlarda tani jonini sog' qilgin. Nimaki niyat maqsadda ehson qilgan bo'lsa, Alloh o'zing ijobat qilgin. Bundan ham ziyoda bo'lib, yana gullab, yashnab o'z farzandlaridan ulug' ko'rib yurishlikni shularga nasib qilsin. Allohim, bolalarim sizlar ham xursandmisizlar hammalaring? Allohim bundan ham ziyoda bo'lsa, hamma xizmat qilganlar tani joni sog' bo'lsin. Bolalaridan ham ziyoda qilib olib yurganiga bularni ham umriga Alloh umr bersin, rizq bersin, tuganmas boylik bersin, martabalarni bundan da ziyoda qilsin. Allohu akbar. Bundan ortiq bo'lmaydi. Hammaniki bundan ham ziyoda bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.